Avstriyada uylar narxi necha pul bo'lasizlar? O'rtoqlar, hozir bizda 70-kun, qaranglar. Tepada ko'prik bor. Mashinalar shunday zo'r o'tib turadi, qaranglar. Bu uyni qaranglar. Orqamizdagi uyni qaranglar. Do'stlar, necha pul o'ylaysiz uylarni? Uylar narxi taxminan 600 ming dollardan 800 ming dollargacha, agar luxury house bo'ladigan bo'lsa 4 million yevrogacha bo'ladi. Qaranglar, 600 ming dollardan 4 million dollargacha mana shunaqa uyda sotib olib turgan bo'larmi deylar. Ikkinchidan, nimaga uylar yog'ochdan ko'pi? O'zim bilmadim. Nima deb o'ylaysizlar? Nimaga uylar bu yoqda yog'ochdan bo'ladi? Qaranglar, juda ham ko'p uy yog'ochdan. Yarmi yog'och, yarmi boshqacha uylar ham bor. Polni yog'ochli uylar ham bor. Qaranglar. Hozir biz tog'li zonadamiz. Bu yoqda 4 million dollarga uy olgan bo'larmi deylasizlar? Mashinalar narxi necha pul o'ylaysiz? Mashinalarniki javoblarga qimmat emas. 10 ming yevrodan 500 ming yevrogacha eng ko'pini yorgan mashinalar beradi. Ko'tini yorgan mashinalarni 10 mingdan 20 ming, 30 ming dollargacha olsa bo'ladi yevroda. 500 mingga вообще luxurylarni aytibman. 500 mingga Ferrari'dan. La Ferrari olsanglar bo'ladi. Endi olsa Italiyaga kiryapmiz. 10 kilometrdan keyin Italiya. 10 kilometrdan keyin Italiya, orqani qaranglar. Bu yoqda mollari lekin yomon zo'r ekan-a. Serotda batta. Otlarichi? Otni bilmadim.